Birinchi qo'l sexdan hamyonbop sifatli narxda mebel olmoqchi bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum mebel ishqibozlari. Xudo xolasa sizlarga zakazga tayyorlangan mebel komplektlarimizni video obzor qilib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa sizlarga video ma'noqli, xudo xolasa mazmunli ham foydali bo'ladigan umiddamiz. Xo'p, dastlabki komplektimizdan boshlaymiz. Bu komplektimiz nomi Monika 3D deb ataladi. Stullarimizni nomi Monika deb ataladi. Gullari Monika 3D Cobra fason. Cobra fasonda ishlangan. Oyoqlari 3D qilib yog'ochda o'zga gullar o'yilgan. Stullarimizni yog'och yong'oqda, materiallari Xitoy Atacento materialli qilib berganmiz. Zakazga bo'lgan, part zakaz bo'lgan. Tuymalari ham o'z materialdan qoplanib berilgan. Sinnasiga olgan bo'lsak 12 sm machakalar qo'yilgan. Kraskalar Turkiya original, xudo xolasa, orqalariga pardali broshkalar qilib ishlab berganmiz. Bu komplekt 12 talik komplekt holatda, stol razmeri 320 ga 120, xon taxta qilib foydalansa ham bo'ladi. Stolimizni seriosi MDF da. Displaynat emas, MDF laminat. Stolimizni xon taxta qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu komplektimiz zakazga tayyorlandi. 12 talik xuddi shu holatda chiqishi 6 million 300 ming so'mdan telefon qilib xarid qilsalar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi komplektimiz yangilik bo'lib keldi. Bu komplektimiz nomi, stul nomi Bambu Cobra fason deyiladi. Gullari bambu gul. Bu ham oyoqlari 3D qilib ishlangan. Bu oyoqlari baquvvatroq, narigiga qaraganda 9 li oyoq deb ataladi. Oyoqlari ham o'ta baquvvat. Bu ham Atacento material, tugmali qilib ishlangan, gullik, shampanga patina qilib kombinatsiya qilib berilgan. Sinnasi doimidek 12 sm machakalar qoplab berganmiz. Oyoqlar orqalariga keladigan bo'lsak, pardali broshkalar qilingan. Bu komplektimiz ham zakazga bo'ldi. 12 talik komplekt holatda. Stol razmeri buniki ham 320 ga 120 MDF, xon taxta qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu komplektimiz xuddi shu holatda chiqish narxi sexdan 6 million 800 ming so'mdan telefon qilib xarid qilsalar bo'ladi. Xo'p, navbatdagi komplektimizga keladigan bo'lsak, bu komplektimizdan xuddi o'sha bambu gul 12 talik shampan kraska patina kombinatsiya qilingan. Atacento material tugmalik 12 sm machaka qo'yilgan. Farqi narigindan oldi oyog'i oddiy plastik oyoqda qilingan. Lekin orqalari ham bu ham bir xil bo'ybasti. Stulimiz yog'och yong'oq 100% holati quruq qayntilgan yog'ochlar. Stoli bu ham bir xil 320 xon taxta bo'ladigan MD stulda. Stulimiz xuddi shu holatda chiqish narxi 6 million so'mdan telefon qilib xarid qilsalar bo'ladi. Kimgadir 16 talik, 18 talik, 20 talik, boshqacha rangda kerak bo'lgan bo'lsa, video pas telefon raqami qoldiramiz. Bemalol telefon qilsa, xudo xolasa istalgan rangda, istalgan svetda, xudo xolasa chiqarib berish imkoniyati mavjud. Mebel magazini bor, mebel do'koni bor, akalarimiz, opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, hamkorlikka chorlaymiz. Xo'p, bu yerda donaga shtukka vitrinaga tayyorlanganlar bor. O'sha bambu stulimiz oq ranglisi bor. Gullari leviski kombinatsiya qilingan. Bu ham o'sha mana machakasi 12 sm, plastik oyoqda, buni ham 6 million so'm xarid qilsalar bo'ladi. Bu komplektimizga keladigan bo'lsak, bu komplektimiz Xitoy atirgul deyiladi. Buni termadik. Bu komplektimiz ham yong'oqda, gullari, materiallari baxtli materialga, gulli materialda kombinatsiya qilib berganmiz. Buni ham oyoqlari 3D, machakasi 12, doimgidek standart holatda, buni ham orqalari har doimgidek pardali broshkali bo'ladi. Buni ham 12 taligini 6 million 300 ming so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. Xuddi shuni krestolik qilib sotib olsalar ham bo'ladi. Ya'ni yosh katta onaxon, otaxonlar uchun 2 dona, 3 donasini misol krestolik qilib olsalar bo'ladi. Bu komplektimiz ham o'sha Atacento materiallik Xitoy atirgul oyoq 3D fasonda. Bu komplektlarimizni hammasini 6 million 300 ming so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. Adresimizga keladigan bo'lsak, adresimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Dastlabki O'zbekiston bo'yicha bor. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga ham kargo xizmati orqali yetkazib berish imkoniyati mavjud. Bizda hozircha shular, bizga davom etinglar. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska chiqmasin.